qonunlar bilan imperiya tuzgan hukmdor. 1804-yil. Fransiyadagi inqiloblardan so'ng xalq ijtimoiy hayotida turli keskinliklar yuzaga kela boshladi. Sud huquq tizimi adolatdan yiroq, feodal qonunlar bir-biriga mutlaqo teskari edi. Ana shunday muammoli vaziyatda Napoleon Bonapart qurol bilan yutgan janglari qatori qalam bilan yaratgan kodeksi bilan ham tarixga o'z ismini yozdi. Code Civil yoki xalq orasida mashhur bo'lgan Napoleon kodeksi Fransiya tarixida birinchi marta fuqarolar uchun teng huquqlar va adolatli qonunlarni belgilab berdi. Endi kim bo'lish muhim emas, amaldormi yoki dehqon, sud oldida hamma teng edi. Kodeksda barcha fuqarolar uchun teng huquqlar, shaxsiy erkinlik, mulk huquqi, shartnoma erkinligi, oila, meros va boshqa majburiyatlar aniq tartibga solingandi. Kodeksda qonunlar oddiy va tushunarli tilda yozilgan. Uning yana bir innovatsiyasi, huquqshunos bo'lmagan odam ham uni bemalol tushuna olardi. Yillar davomida Code Civil nafaqat Fransiyada, balki Yevropa, Janubiy Amerika va Osiyodagi ko'plab mamlakatlarga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Belgiya, Polsha, Turkiya va hattoki Yaponiya uning asosiy tamoyillarini o'z qonunlariga kiritgan.